Ayl undan 400 gram unga 12 gram tuz selip 220 ml suv qo'shib xamirni lag'man-xamirda yo'g'rab olamiz. Unimiz atrofida tindirib olamiz. Go'shtni nepiz yaproq to'g'raymiz. Piyozni inchga qalamchiq to'g'raymiz. Mogoni qo'limiz bilan titib olamiz. Ko'k qizlazni qalamchiq to'g'rab olamiz. Xamirimizni tinib tayyor bo'ldi. Buni endi pilti qilib olaylik. Xamirni olqimiz bilan besib, yaplig'ida qaynagan qozon silib, 3 minut atrofida pishirib, sovuq suvda chayqab, bir qachiga elib olamiz. Bir qachiga zira, lozimni, etgan loza, samsaq, sum piyoz, shomijav qatorlarni silib, azroq yog' qo'yib, qizitib, lozi qiyami tayyor qilib olamiz. Tayyor qilgan qiyamni cho'pning ustiga silib, takchiga aralashtirib, elib olamiz. Qozonga al-nuri tunji siqim 1-darajalik zig'ir maydon qo'shib, may qizganda tayyorlab to'g'rab olgan go'shtni silib, sarg'aytib, qo'rib olamiz. Keyindan piyozni silib, qo'raymiz. Mogon silib, arqadan ko'k qizil lozan silib, aralashtirib, obdan qo'rib olamiz. Mor, yubaysay, tam qo'shlarni silib, takchiga aralashtirib qo'rib olgandan keyin cho'pning ustiga ilib iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Siz uyingizda sinab ko'ring.